yilda ham 3ga 1 chiqish nechasida ko'p. Hozir mana Avtopromda ham shuni ko'rsa bo'ladi-da. Yaponiya 3 ta brendi BYDga qarshi chiqishyapti. O'sha 3 ta Yaponiyani brendi o'sha birlashdi. Nissan, Mitsubishi va Honda. Nissan o'zi bular Nissan, Honda birga kompaniyani bitta qilmoqchi bo'lishgan boshida. Bir-birini sotib olib, bitta kompaniya qilib, katta avtokonsern bo'lmoqchi edi. Lekin bu narsadan ideyadan voz kechib, uchalasini Mitsubishini ham chaqirdi. Uchalasi endi hozir kimdir batareyaga javob beradi, kimdir multimediaga javob beradi, kimdir o'sha ходовой частiga javob beradi. Nima uchun BYD bostirib kelyapti? Bu tarafga ham olib bo'lgan o'zi. Tailandga borsangiz, Vyetnamga borsangiz, u yerda ham BYD ko'p. Tailandda вообще ko'p. Izraillar o'sha olib bo'lishdi, u yerda ham ko'p BYD. Braziliya u yerda ham ko'p BYD. Braziliya Meksikaga kirayotganida Trump Meksikani prezidentini chaqirib, o'zi siyosiylashtirib yuborganda, ya'ni oladigan bo'lsang, keyin sen bilan boshqacha gaplashaman degan dedi. Anaqani poshinasini ko'tarib qo'ydi. Faqat